Qurilish korxonalari foyda solig'i va qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha daromadlarni realizatsiya qilishdan tushumni tan olishda boshqa sohalarga nisbatan farqli jihatlari mavjud bo'lib, soliqlarni hisoblashda Soliq kodeksining quyidagi moddalariga e'tibor berilishi talab etiladi. 242-modda tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanma amalga oshirilgan sana, obyektlar qurilishida, shu jumladan obyektlarni foydalanish uchun tayyor holda qurishda, shuningdek uzoq bir soliq hisoboti davridan ortiq texnologik davriylikdagi uzoq muddatli shartnomalar bo'yicha, agar tuzilgan uzoq muddatli shartnomalar shartlarida xizmatlarni har oyda topshirish nazarda tutilmagan bo'lsa, har bir kalendar oyning oxirgi kuni aylanma amalga oshirilgan sana deb hisoblanadi. Soliq kodeksining 248-moddasi obyektlarni qurishda, shu jumladan obyektlarni foydalanish uchun tayyor qilib qurishda, qurilish, montaj, ta'mirlash, qurilish, ishga tushirish, sozlash, loyiha qidiruv va ilmiy ishlarni, shuningdek uzoq texnologik bir hisobot davridan ortiq davriylikdagi boshqa uzoq muddatli shartnomalarni bajarishda soliq bazasi har bir kalendar oyning oxirida haqiqatda bajarilgan ishlar hajmining kodeksining 303-moddasiga muvofiq soliq bazasi kiritilmagan holda aniqlanadigan qiymati asosida aniqlanadi. Agar shartnomaga binoan bu ishlarni materiallar bilan ta'minlash majburiyati buyurtmachining zimmasida bo'lsa, ushbu materiallarga bo'lgan mulk huquqi buyurtmachining o'zida saqlanib qolgan taqdirda soliq bazasi bajarilgan hamda tasdiqlangan ishlarning qiymatidan kelib chiqqan va buyurtmachi materiallarining qiymatini soliq bazasiga kiritmagan holda aniqlanadi. 303-modda uzoq muddatli kontraktlar bo'yicha daromadlar. Agar tuzilgan kontraktlar shartlarida xizmatlarni bosqichma-bosqich topshirish nazarda tutilmagan bo'lsa, uzoq texnologik siklni ishlab chiqarish bir soliq davridan ortiq bo'yicha mazkur xizmatlarni realizatsiya qilishdan olingan daromad hisobga olish ma'lumotlari asosida daromadni bir me'yorda e'tirof etish prinsipi inobatga olingan holda soliq to'lovchi tomonidan taqsimlanadi. Uzoq muddatli kontraktni hisobot davrining oxiriga kelib, haqiqatda ijro etish kontraktni bajarish boshlangandan e'tiboran qilingan xarajatlarning solishtirma miqdorini kontraktni bajarishga doir xarajatlarning umumiy summasida hisob-kitob qilish asosida aniqlanadi. Hisobot davrining oxiridagi daromad qilingan xarajatlarning hisob-kitob qilingan solishtirma miqdori va kontrakt bo'yicha daromadning kontrakt narxlari umumiy summasidan kelib chiqib aniqlanadi. Mazkur kontrakt bo'yicha ilgari hisobga olingan daromadlar joriy hisobot davrida xizmatlarni realizatsiya qilishdan olingan daromadni aniqlash chog'ida chegirib tashlanadi. Shuningdek, mol-mulk solig'i bo'yicha qurilish korxonalari balansida turgan sotish uchun mo'ljallangan obyektlar ham soliq obyektiga kiritilgan, jumladan Soliq kodeksining quyidagi moddasida keltirilgan. 411-modda soliq solish obyekti, ko'chmas mulk, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bundan buyon ushbu bobda soliq deb yuritiladi. Soliq solish obyekti hisoblanadi. Ko'chmas mulk jumlasiga quyidagilar kiradi. Birinchisi, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazuvchi organlarda ro'yxatdan o'tkazilishi lozim bo'lgan binolar va inshootlar. Ikkinchisi, qurilishi tugallanmagan obyektlar. Qurilishi tugallanmagan obyektlarga qurilish obyektiga doir loyiha smeta hujjatlarida belgilangan normativ muddatda qurilishi tugallanmagan obyektlar. Agar qurilishning normativ muddati belgilanmagan bo'lsa, ushbu obyektning qurilishi vakolatli bo'lgan organning ruxsatnomasi olingan oydan e'tiboran 24 oy ichida qurilish tugallanmagan obyektlarga kiradi. Uchinchisi, temir yo'llar, magistral quvurlar, aloqa va elektr uzatish liniyalari, shuningdek mazkur obyektlarning ajralmas texnologik qismi bo'lgan inshootlar. To'rtinchisi, qurilish tashkilotlari yoki imoratlarni quruvchilar balansida keyinchalik sotish uchun ko'rsatilgan turar joyi, ko'chmas mulk obyektlari, ko'chmas mulk obyekti foydalanishga topshirilgandan keyin 6 oy o'tgach